Do'stlikka suyangan xalqlar faqat taraqqiyot yo'lidan boradi. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Shohsa Jo'rayeva. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavha va reportajlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Sud huquq sohasi isloh qilinmoqda. Endilikda sudyalikka nomzodlar bo'yicha malaka hayotlari xulosalari taqdim etilishi nazarda tutilmoqda. Kuch tuzilmalari o'rtasida xalqaro musobaqa o'tkazildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'rtasida birinchi bor O'zbekistonda o'tkazilishi. 3-chi xalqaro zotdor hayvonlar va parrandalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Otimiz zoti Polsha, $170 ming kelgan ot Qirg'izistondan. Ta'lim, innovatsiya, amaliy maydon va natija. Quvonarlisi, bizning Climate Sense ixtiroyimiz O'zbekistonda balki butun jahon bo'ylab muqobil startap loyiha hisoblanadi. Endi shu va boshqa lavhalarning tafsilotiga o'tamiz. Davlat rahbari joriy yilning noyabr oyida sudyalar hamjamiyati organlar faoliyatining samaradorligi va ochiqligini oshirish hamda sud mustaqilligi kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, odil sudlov jarayonlarining ochiq va shaffofligini ta'minlash, adolatli qaror qabul qilishda sudyalarning bilim va malakalarini haqqoniy baholash yuzasidan bir qator ustuvor vazifalarni belgilagan. Mamlakatimizda sudyalar hamjamiyati organlarining rolini tubdan oshirish, ochiq va shaffof tartib-tamoyillar asosida sud organlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholining sud himoyasida bo'lish huquqini samarali ta'minlash, sud mustaqilligi kafolatlarini kuchaytirish esa bosh islohotlardan biri hisoblanadi. Farmonga ko'ra, sudyalarni navbatdagi 10 yillik muddatga tayinlash tartibi bekor qilinib, endilikda sudyalikka nomzodlarni dastlab 5 yil muddatga, keyinchalik esa muddatsiz davrga tayinlash tartibi joriy etilmoqda. Endilikda sudyalikka nomzodlar bo'yicha malaka hayotlari xulosalari taqdim etilishi nazarda tutilmoqda. Bu malaka hayotlarini sudyalikka nomzodlarni tayinlashda va shu lavozimlarga munosib nomzodlarni tanlab olishda rolini, ahamiyatini oshiradi. Endilikda Oliy suddan 2 ta, viloyat darajasidagi sudlardan 7 ta hamda tumanlararo, tuman, shahar sudlaridan 4 nafar vakillar ishtirokida sudyalar Oliy kengashining tarkibi shakllantiriladi. Qolaversa, sohada gender tenglikni ta'minlash maqsadida tashabbuskor sudyalar tomonidan O'zbekiston ayol sudyalar assotsiatsiyasi tashkil etiladi. Ayol sudyalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Ya'ni ayol sudyalar ulushini 30% gacha yetkazish maqsadlari ko'zlandi. Har bitta soha vakillarini alohida kuni belgilangan edi. Biz ham bunga doimo havas qilib kelardik. Ushbu farmonga asosan sud va sud xodimlari kuni ham belgilash nazarda tutildi. Bu esa o'z navbatida bizga o'zgacha g'urur, o'zgacha ishlashimiz uchun yanada motivatsiya beradi. Kelgusida sudyalarning kasbiy faoliyatini baholashda halollik, kasbiy layoqatlilik, sudyalik odobi qoidalariga rioya etish talablari qonuniylashtiriladi. Faoliyat samaradorligini baholashda sun'iy ong imkoniyatlaridan faol foydalanish yo'lga qo'yiladi. Intizomiy jazo choralari kuchaytirilishi barobarida sudyaning himoyaga bo'lgan huquqi kafolatlanadi. Bu o'zgarishlar esa yurtimizda odil sudlovga erishish, fuqarolarning huquq-manfaatlarini qonuniy adolat mezonlariga tayangan holda ko'rib chiqilishiga zamin yaratadi. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy aloqalar rivojlanib, qardoshlik rishtalari yanada mustahkamlanmoqda. Xususan, sport sohasida olib borilayotgan hamkorlik munosabatlari ham alohida ahamiyatga ega. Namangan viloyatida Markaziy Osiyo davlatlarining kuch tuzilmalaridan tashkil topgan jamoalar ishtirokida voleybol musobaqalari tashkil etildi. Mamlakatlararo qardoshlik aloqalarini bog'lashda sportning alohida o'rni bor. Namangan shahridagi Pahlavon sport majmuasida Markaziy Osiyo kuch tuzilmalaridan tarkib topgan jamoalar ishtirokida o'tkazilgan voleybol musobaqasi orqali mintaqa millatlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga zamin yaratildi. Ushbu musobaqa Markaziy Osiyo davlatlariga a'zo bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'rtasida birinchi bor O'zbekistonda o'tkazilishi. Bu 2 yilda bir o'tkazilishi belgilandi. Biz Markaziy Osiyo va Osiyo konfederatsiyasi bilan kelishib olganmiz bu musobaqalarda. Birinchi bo'lib biz O'zbekistonga berilgani ham katta ishonch. Ushbu musobaqalar yurtimizda yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb qilishda juda katta omil bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman va yangi iqtidorlarni aniqlashda o'zini hissasini qo'shadi.
7 kun davomida kuch tuzilmalaridan tarkib topgan 10 ta jamoalari g'oliblik uchun kurashdilar. Biroq ular orasida munosib o'yin ko'rsatganlargina sovrinli o'rinlar uchun maydonga tushdilar. Kunning dastlabki bahsida Darxon hamda Gvardiya jamoalari bronza medali uchun bellashdilar. Murosasiz kechgan jarayonlar 3-1 hisobida Milliy gvardiya yoshlarining foydasiga hal bo'ldi. Biz Ichki ishlar vazirligining Humo jamoasi bu musobaqada hozirga qadar 5 ta o'yin o'tkazdik. 5 ta o'yinni ham 5 talasida 3-0 hisobida g'alaba qozondik va finalgacha yetib keldik. Final bahsida Davlat xavfsizlik xizmatining Matonat jamoasi bilan chiqdik. Nasib qilsa ularni ham mag'lub etib, birinchi o'rinni olish niyatimiz bor. Birinchi bo'lim Matonat jamoasi ustunligida o'tdi. Ikkinchi bo'limda Humo yoshlari hisobni tenglashtirdi. Shu tariqa 4 bo'lim kuchlar tengligida qizg'in va kutilmagan vaziyatlarga boy kechdi. Hal qiluvchi bahsda esa 15-12 ochkolar nisbatida Davlat xavfsizlik xizmatining yoshlari matonat ko'rsatib, birinchilikni qo'lga kiritdilar. Markaziy Osiyo musobaqasida hamma jamoa haqiqatan ham kuchli ekan. Mana oxirgi final o'yinimiz ichki ishlar xodimlari bilan bo'ldi. Ular Humo komandasi bilan, ular bilan ham ajoyib o'yin, murosasiz o'yin bo'ldi. 3-2 hisobida g'alaba qozonib birinchi o'rinni egalladik. Bunaqa musobaqani tashkillashtirgan tashkilotchilarga katta rahmat aytamiz. Harbiylar o'rtasida o'tkazilgan musobaqamizda ishtirok etgan hamma harbiylar bir-biri bilan do'stona munosabatda bo'ldilar. Ya'ni do'stona munosabatni oshirish, jismoniy tayyorgarligimizni yanada oshirishga xizmat qiladi. Musobaqaning tantanali yopilish marosimida O'zbekiston voleybol federatsiyasi hamda viloyat kuch tuzilmalarining rahbarlari ishtirok etdilar. Ishtirokchi delegatsiyalar vakillari, individual mahorati bilan ajralib turgan sportchilar, yuqori natija ko'rsatgan jamoalar munosib taqdirlandilar. Ularga diplom, esdalik sovg'alari hamda kubok tantanali tarzda topshirildi. Namangan yana bir xalqaro tadbirga mezbonlik qildi. Yangi Namangan tumanidagi Yoshlik baraka bozorida an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan 3-xalqaro zotdor chorva hayvonlar va parrandalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ko'rgazmada $70,000 noyob ot salkam 2 tonna keladigan buqalar namoyish etildi. Tafsilotlar bilan navbatdagi lavhada tanishishingiz mumkin. Xalqaro gullar festivali bilan jahonga tanilgan Namangan zotdor hayvonlar va parrandalar ko'rgazmasi bilan ham keng jamoatchilik e'tiborini qozonmoqda. Yangi Namangan tumanidagi Yoshlar baraka bozorida o'tkazilgan 3-zotdor hayvonlar va parrandalar ko'rgazmasi nafaqat soha mutaxassislarini, balki alohida naslli chorva hayvonlari ishqibozlarini ham bir joyga jamladi. Ko'rgazma rasmiy ochilishida ishtirok etgan viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazakov bu an'anaviy tadbir Namanganda festivallar muhitini boyitish, turizm salohiyatini oshirish va sohaga zamonaviy yondashuvni joriy etishda muhim o'rin tutayotganini qayd etdi. Tashrif buyuruvchilar soni yildan yilga ortib borayotgani uning tobora ommalashayotganidan darak beradi. Ko'rgazmada 70,000 AQSh dollariga baholangan zotdor ot, 1 tonna 700 kilogramm vaznga ega bo'lgan buqa, naslli qo'y va echkilar, tuya hamda turli parrandalar namoyish etildi. Biz bu festivalda birinchi marta qatnashishimiz. Bizga bu ota kasb, otamizdan qolgan. Otamiz ham ot boqqan, ot choptirgan odammiz. Biz ikkinchi avlodmiz. Otimiz zoti Polsha, Yevropadan keltirilgan, Qirg'izistonda tanish shakildan olganmiz. $170,000 kelgan ot Qirg'izistondan uloq uchun olib kelingan. Yoshi 7 da, kilogrammi 800 tonna chiqsa kerak. Ko'rgazmada mahalliy va qo'shni davlatlardan kelgan havaskor va professional chorvadorlar, zotdor hayvonlar va noyob parrandalar ishqibozlari ishtirok etdilar. Namoyish etilgan har bir jonzot alohida jihatga ega. Bu qo'yimizni zoti arashan hisoblanadi. Bu zotdor qo'y hisoblanadi. Buni yoshi endi 2 tishga to'ldi. Bu degani 1 yosh degani. Arashan zotli qo'ylar go'shtdor bo'ladi. Ham tez semirishi, tez katta bo'lishi sifatida boqiladi. Bu qo'zisini hozir 10 minggacha baho bo'layotgan. Hozir mana shu yerda kichkina qo'zimiz bor, $2,000 qirilishda, $2,000 berganimiz yo'q. $100,000 boradi. Kechagi Andijonda bo'lgan vestipeda ko'rgazmada $100,000 o'tishmadi qo'ylar. Ko'rgazma ishtirokchilar uchun nafaqat tomosha maydoni, balki ayni boradagi ko'nikma va tajribalar almashish imkonini beruvchi maskan bo'ldi. Chorvachilikning zamonaviy texnologiyalari, naslni yaxshilash va iqtisodiy samaradorlikka erishish bo'yicha foydali ma'lumotlar taqdim etildi. Tadbir so'ngida viloyat hokimining o'rinbosarlari Anvarjon Hakimov hamda Botirjon Nuriddinovlar faol bo'lgan ishtirokchilarni qimmatbaho sovg'alar va tashakkurnomalar bilan taqdirladilar. Biz Yangiqo'rg'ondan keldik. Semental zotli buqa bilan ishtirok etdik, novoslar bilan
Birinchi o'rinni oldik. Vazni 1130 kilo chiqdi. Mingdan ortiq chorva hayvonlari va qushlar jamlangan ko'rgazmada otlar, qo'y echkilar, quyonlar, tovuq va qushlarning nodir va noyob turlari barchada birdek katta qiziqish uyg'otdi. Xalqaro ko'rgazma Namanganning an'anaviy brendlaridan biriga aylanib, viloyatning turizm va iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishda muhim o'rin tutib bormoqda. Oila jamiyatning jon tomiri, millatning negizi, erkin va farovon davlatchilikning muhim asoslaridan biri hisoblanadi. Voyaga yetayotgan shaxslarning kim bo'lib kamol topishida uning o'rni va ahamiyati beqiyos. Navbatdagi lavhada 73 yil hamnafas umr kechirgan Uchqo'rg'onlik Abdurahmon ota Umarov va Sharofatxon momo Umarovalar oilasining mazmunli hamda ibratli turmush kechirmalari haqida so'z boradi. Oila jamiyatning negizi, millat tarbiyasining muhim asosi hisoblanadi. Bu yil Uchqo'rg'onlik Abdurahmon ota Umarov va Sharofatxon momo Umarovalar oila qurganiga 73 yil to'ldi. Hozirda ular farzandlar, nabiralar, el u yurtning e'zozida hayot kechirib kelmoqdalar. Oilaning mustahkam bo'lishi uchun nima deydi? Ilgaridan laqamni ham aytamizda. Xotin boshdan, aql yoshdan deydi. Bolani yoshdan tarbiyalab berish kerak. U bunga muhtoj qilmaslik kerak. Shu bolani normal qilib tarbiyalab, boshqa qilib tursa, bola o'shanga nisbatan o'shani o'sib borib, bu odam taniydigan, kattani hurmat qiladigan, kishini izzat qiladigan bo'lib yetishadi. Abdurahmon ota 95 yosh, Sharofatxon momo esa 93 yoshni qarshi olganlar. Ularning tinch totuv hayot tarzi, oilada er-xotinning munosabati, o'zaro hamjihatlik haqidagi hayot falsafalari esa barchamizga ibrat, o'rnak bo'lsa arziydi. Qanday tanishgansizlar? Qanaqa bir munosabatlar bo'lgan oila qurishdan oldin? Aytaveraymi? Kulib turish kerak-da. Sentabrda to'yimiz bo'lgan, 52-yil. O'shanda kelganman men misol shega. Ozmi ko'mir ro'zg'orga ko'nish kerak-da. Biriga baham qilib, oilada qanaqa sharoit bo'lsa, shunga sabr qilib ko'nikish kerak. Ko'pini ko'p deb chechib olmasdan, ozdiga yo'q deb nima qilmasdan sabr qilib yetkazish kerak. Bolani qarash kerak. Ayol kishi ko'proq bo'ladi vazminlik. Abdurahmon ota 60 yildan ziyod vaqt mobaynida traktorchilikni kasb qilgan. Sharofatxon momo esa uy bekasi. Farzandlarni mehnatkash, halol va mas'uliyatli shaxs bo'lib kamol topishi, jamiyatga nafi tegadigan insonlar bo'lib ulg'ayishida onaning sabr va qanoati, ota tarbiyasining alohida o'rni bor. 8 ta farzandni voyaga yetkazishdi. Shulardan 5 tasi oliy ma'lumotli, katta akamiz dedamlarning kasblarini qilgan traktorchilardilar. Tarbiya masalasida o'ta urib so'kishmagan, lekin nihoyatda tartibli, bo'sh qoldirmasdan, qolaversa shu berilgan topshiriqlar natijalarini kutib olib, mehnat bilan tarbiyalangan, halol va pokiza bo'lishga, rostgo'y bo'lishga, dangasa bo'lmaslikka o'rgatishgan doimiy. Hozirda ular 33 nabira, 55 chevara, 4 ta evaraning suyukli bobo va buvisi hisoblanadilar. Umarovlar oilasi kabi salkam bir asrlik umr sinovlariga dosh berib, ko'ngillarda mehr va muhabbat ila qo'sha qarish baxti barchamizga nasib etsin. Hamisha yurtimiz tinch, osmon sopho. Amin. Hammani umrimizga Alloh barakat bersin. Xonadoningda tinchlik, xotirjamlik yursin. Amin. Hamisha bir-birimizni Ta'limga qaratilayotgan e'tibor samarasi natijasida iqtidorli yoshlarning yaratuvchanlik salohiyatlari ortib bormoqda. Salkam 1 yil avval ekin urug'larini 24 soatda yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqqan Uchqo'rg'on tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari yana bir ixtironi muvaffaqiyatli yakunladilar. Texnologiya belgilangan hudud iqlimini real vaqt rejimida monitoring qilib, tabiat injiqliklari xavfini sezilarli darajada kamaytiruvchi innovatsion loyiha hisoblanadi. Uchqo'rg'on tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabning 8-10 sinf o'quvchilari Nafisa Dilmurodova hamda Muazzam Nabijonova agrar sanoatda iqlim muammolarining zararini bir necha bor kamaytirishga yordam beruvchi qurilma yaratdilar. Ixtiro atrof muhitni aniq vaqt birligida kuzatib, favqulodda holatlar yuzaga kelish ehtimoli haqida foydalanuvchilarni oldindan ogohlantiradi.
Bugungi kunda iqlim o'zgarishi tufayli insoniyatga va tabiatga salbiy ta'sirlar juda ham ko'payib ketgan. Aynan mana shu salbiy ta'sirlarni oldini olish va kamaytirish uchun bizning Climate Sense loyihamiz ayni muddao. Ushbu loyiha havodan kerakli ma'lumotlarni oladi va SMS tarzida yetkazib beradi ushbu ma'lumotlarni. Bu orqali dehqonlar va fermer xo'jaliklari o'z ekinlarini ekish va yetishtirish mavsumini rejalashtirishlari mumkin bo'ladi. Loyihaning ahamiyatli jihati shundaki, u faqatgina belgilangan hududga doir ma'lumotlarni qariyb 90% aniqlikda nazorat qiladi. Mazkur texnikaga o'rnatilgan qurilmalar orqali meteorologik o'zgarishlarni erta aniqlab, ekinlar uchun optimal mikroiqlim yaratish, issiqxonalarda energiya samaradorligini oshirish birmuncha qulay bo'ladi. Quyosh paneli bizga o'zida energiya yig'ib, fotoled lampalarini yoqishda yordam beradi. Fotoled lampalari oddiy LED lampa emas, balki o'simliklarni unishida yordam beruvchi LED lampa hisoblanadi. Bundan tashqari, havo namligini aniqlash uchun DHT11, havo temperaturasini aniqlash uchun temperatura datchigidan foydalanganmiz. Quvonarlisi, bizning Climate Sense ixtiroyimiz O'zbekistonda, balki butun jahon bo'ylab muqobil yo'q startap loyiha hisoblanadi. Bundan tashqari biz kelajakda fermer xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaliklari bilan shartnoma imzolamoqchimiz. Mazkur moslama tarkibiga o'rnatilgan sensorlardan olingan ma'lumotlar SP32 nomli mikrokontrollerlar orqali qayta ishlanadi. Agar o'lchamlar oldindan belgilangan me'yorlarga mos kelmasa, tizim darhol mavjud muammoni displeyda aks ettiradi. O'quvchilar shu kabi loyihalari bilan mahalliy va respublika miqyosidagi tanlov hamda musobaqalarda munosib qatnashib, oliy o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Davlatimiz rahbari IT va robototexnika sohalariga e'tibor qaratyaptilar. Jumladan bizning maktabimiz ham robototexnika fanida darslikda startap loyihalarini yaratmoqdamiz. Bu bizning birinchi startap loyihamiz emas. Oldin ham Set House startap loyihasini yaratganmiz. Kelajak muhandislari ixtirochilikka qadam, Robofest, ITFest musobaqalariga qatnashib, birinchi o'rinlarni olib kelganmiz. Bu ikkinchi startap loyihamiz. Avvalroq ushbu ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari urug'larni 24 soat mobaynida intensiv parvarishlab, ko'chat yetishtirish loyihasini ishlab chiqqan va hozirda bu bo'yicha amaliy harakatlar boshlab yuborilgan. Endilikda ular qurg'oqchil yerlarni o'zlashtirish, sho'rlashgan, unumsiz hududlarni kamxarj evaziga ko'kalamzorlashtirish, tuproq hosildorligini oshirish masalasida izlanish olib borishni maqsad qilmoqdalar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.